O'zgidromet 13-may seshanba kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi. Ayrim joylarda chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 18-23 daraja iliq, kunduz kuni 35-40 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 18-23 daraja iliq, kunduz kuni 35-40 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo va Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz kuni 34-39 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 18-23 daraja iliq, kunduz kuni 35-40 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz kuni 32-38 daraja iliq bo'ladi.